Mən qılğandək qılın. Yaqında kichik bolalarni pochta orqali avatadiganlar ko'payib qoldi. Chunki kishilar it pochtaliyonning mas'uliyatchan, astoydilligiga ishonadi. Balalarmu chiqishqaq, savrchan it tog'a nayt amroq edi. Bir kun atiganda it pochtakash yana bola toshish vazifasini topshirib oldi. Bu bala yip posmi kiygan, sharp o'rg'an, juvi kiygan maymunchaq edi. Siz maymunchaqni qishliq lagerga apirib qo'ying, dedi maymun xonim va yana ansirgan holda. Havo bak sovuq, maymunchaq to'nglab qolmas, deb so'radi. Xotirjam bo'ling, yangidan sotib olgan 3 chaqliq vesbitim nayt issiq, dedi javoban it. Maymun xonim pochtaxona oldiga to'xtatib qo'yilgan 3 chaqliq qizil harvinisni va harviga chippida kelgan qalin paxta taklikni ko'rib, nayt atrofliq o'ylabsiz, maymunchaqni sizga topshirdim, dedi. Posilkam, ching o'ltir, yo'lga chiqdik. It shundoq degunicha yurib ketdi. Maymunchaq yumshoq qarvida o'ltirib, harvining tarvinishidan nayt huzurlandi. Uzoq o'tmayla qizil harva aynur bosardan o'tib, tog' yonbag'riga qarab yurib ketdi. It tog'a, mening harvadan tushib birdam o'ynag'im bor, dedi maymunchaq qimirlab o'ltirolmay. Yo'q, yo'ldan qolmayli. Yo'q, men tushman. Maymunchaq shundoq degunicha eshikni ochmoqchi bo'ldi. It darhol, biz harvada bir o'yin o'ynayli. Men nima qilsam, sizmi men qilgandek qiling. Bo'lamdi? Nayt qiziq, dedi. Maymunchaq ma'qul bo'ldi. It o'ng qo'lini ko'tarib edi, maymunchaqmi o'ng qo'lini ko'tardi. It yalg'andan yo'tilib edi, maymunchaqmi deb ag'ishib yo'tilib, bak qisqarliq bo'ldi, dedi. It harvini haydab tarlab ketdi. U shapkasini ilib etib, isib ketdim, degan edi. Maymunchaqmi it tog'asini to'rab, posmisini ilib etib, isib ketdim, dedi. Meni verib, it chilliq tarlab ketdi-da, sharpsini ilib etib, isib ketdim, dedi. Maymunchaqmi uningdan o'rganib, sharpsini ilib etib, isib ketdim, dedi. Mengib tog' qaptilining yerimiga kelganda, itning butun badani tarlab, chopinini silib etib, dedi. Isib ketdim. Maymunchaqmi it tog'ini to'g'rab, juvsini silib etib, isib ketdim, dedi. Maymunchaq, biz kilaydidik. It tarlarini surtkash shundoq dedi. Maymunchaq to'xtamay tushkir keltirdi. It harvini to'xtatib, maymunchaq nima bo'ldi, deb so'radi. Tog'a, men bek to'ngib ketdim, dedi maymunchaq titrganicha. Hay, buncha sovuqda siz palto, sharplarni nima ish qilib etdingiz? Sovuq tegib og'rib qolsiz emasmi? It tog'a, siz nima qilsam shuni to'rab qiling demaganmidingiz? Aniq etmaganim uchun men ayiblik. Maymunchaq, tez kiyining. Biz kasal ko'rsatgil boraylik. It harvisini keyniga yandirib, tog' bag'ridagi doktorxonaga yurib ketdi. Shundoq qilib, it to'shigan bola posilka og'rib qoldi. Itni tunji qatim posilka toshish vaqtiga daxl yetkazib qo'ydi. Bu tunji qatim shundoqla oxirgi qatim. Yarim kecha bo'ldi. It pochtaxonaning eshigini taraqqida yopdi. Bugun u haqiqatan nayt erib ketgan edi. Askartish, astoydil ham mas'uliyatchan it pochtalyon qandaq xatolik o'tkazdi. Hikoyani o'qib bo'lgandan keyin itga vakolatan bolaga aniq tushuntirish kerak. O'yin degan faqat yolg'ondan o'ynaydigan harakat. It to'xtamay harakat qilg'achqa tarlab ketdi. O'yin o'ynagan bola faqat yolg'ondan tar chiqqanni do'rab qo'ysa kifoya. Rost do'rashning hojati yo'q.